Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Xitoy hukumati Sharq Turkistonda bir turkum amaldorlarni jazolagan. Yevropa Ittifoqi Magnitskiy qonunini ma'qullab, kishilik huquq tafsirlachilarini javobgarlikka tortadiganligini e'lon qildi. Kanada Ottawa universitetida kishilik huquq kuni xotirlandi. Rossiyaning tantarbiya sohasida dunyo musobaqalariga qatnashish cheklandi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Erkin Asiya radiosi xabarida 10 dekabr kuni Sharq Turkistonda bir turkum amaldorlarning qonun intizomga xiloflik qilish, ommaning manfaatini ziyonga uchirtish degandek ayblashlar bilan tekshirilishga boshlaganligi yoki jazolanganligi e'lon qilingan. Atalmış Uyghur Abdunum rayonluq intizom tekshirish va reviziya komitetining oshkorlashicha, Abdunum rayonluq qatnash transport nazoratining amaldori Ilhom Ablat tekshirish ostiga ilingan. Ilhom Ablat qatnash transport nazoratining 2-darajali kuzatuvchi amaldori bo'lib, navbatda u tekshirilmoqda ekan. Abdunum rayonluq intizom tekshirish va reviziya komitetining e'lonida uning qonunga va intizomga eg'ir xiloflik qilish bilan ayblanib tekshirilayotganligi ilgari surilgan bo'lsa-mu, lekin uning qonun va intizomga konkret qanday xiloflik qilganligi tushuntirilmagan. E'londa yana Uyg'ur Abdunum rayonluq chorva mollari karantin idorasining muavin boshlig'i Shi Chinxuaning tekshirilayotganligi, uning qonun va intizomga xiloflik qilish bilan ayblanganligi ilgari surilgan. Atalmış Uyg'ur Abdunum rayonluq intizom tekshirish va reviziya komiteti 10 dekabr kuni boshqa bir uqtirishida ommaning manfaatini ziyonga uchirtish bilan ayblanib jazolangan 8 kadrni e'lon qilgan. Bu 8 shaxsning 5 nafar Xitoy, 3 nafar Uyg'ur va Qozoq bo'lib, ular Xotan noyilik Uyg'ur tibobatchilik doktorxonasining mudiri Mutallib Abdug'ani, Chapchal noyisidagi Uyg'ur ayol kent kadri Oltunay Ramazon, Oltay shahridagi ijtimoiy rayonning Qozoq millatidan bo'lgan partiya yachik sekretari Qomila Yahya qatorliqlar ekan. Uqtirishda qayd qilinishicha, ulardan ba'zilariga vazifasini ib tashlash, partiyadan qo'g'lab chiqarish, qattiq ogohlantirish jazosi berilgan. Ba'zilar qonuniy javobgarlik tortilib, adliya organlarining bartaraf qilishiga o'tkazib berilgan. Yevropa Ittifoqi 9 dekabr kuni Magnitskiy qonunini ma'qullab, dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq tafsirlachilarini javobgarlikka tortadiganligini e'lon qilgan. Yevropa Ittifoqining dunyo kishilik huquq kuni arifasida, shundaqla xalqarada Xitoyning Sharq Turkistondagi eg'ir kishilik huquq tafsirlachiligini javobgarlikka tortish to'lqini ko'tarilgan mazgilda Magnitskiy qonunini ma'qullaydiganligini e'lon qilish alohida diqqat qo'zg'adi. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar bexatarlik oliy komissari Josef Borrellning bildirishicha, Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar ministrligining 9 dekabr kuni Brusselda o'tkazilgan yig'ini birdek Magnitskiy qonunini chiqarib, kishilik huquq tafsirlachilarini javobgarlikka tortishni qaror qilgan. Josef Borrell muxbirlarga bergan bayonotida, biz qonun chiqarib, kishilik huquqni dafsanda qilish qilmishlariga qarshi yer shari xarakterlik jazolash tadbiri yurgizishni qaror qildik. Yevropa Ittifoqining qonuni Amerikaning Magnitskiy qonuni bilan o'xshash bo'ladi degan. Amerika Van palatasining 3 dekabr kuni ma'qullangan Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasida Trump hukumatining Magnitskiy kishilik huquq qonunini ishga solib, Chinchuango boshchiligidagi Sharq Turkistonda kishilik huquqni dafsanda qilayotgan Xitoy amaldorlarini javobgarlikka tortish talab qilinganligi. Bu qonun Yevropa Ittifoqining yer shari kishilik huquq masalalaridagi yetakchilik o'rnini namoyon qiladigan astoydil bir qadam ekanligini bildirgan. Yevropa Ittifoqining mazkur qarori Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlari xalqaro jamiyatni Uyg'ur krizisiga aralashishga chaqirayotgan mazgilda chiqarildi. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilish tashkiloti 9 dekabr kuni bayonot e'lon qilib, agar universal kishilik huquq xitobnomasining bir ahamiyati bo'lsa, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Sharq Turkistondagi kishilik huquq krizisiga qarata darhol harakat qo'llanishi kerak degan. 9 dekabr kuni Kanada Tashqi ishlar ministrligida Kanada Sharq Turkiston jamiyati raisi Tuyg'un Abduveli, Tashqi ishlar bo'lim mas'uli Mahmudjon, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ko'chmanlar bo'lim mas'uli Mehmet To'xti, aktiv siyosiy faoliyatchi Qayyum Nasimov, Uyg'urlarning do'sti doktor professor tadqiqotchi Scott Simon, Washington universiteti o'qituvchisi Uyg'ur tadqiqotchi Darren Bayler birlikda muhim uchrashuvlarda bo'ldi. 10 dekabr kuni Dunyo kishilik huquq kuni munosabati bilan Kanada Sharq Turkiston jamiyatining o'rlashtirishida Ottawa universitetida Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga qayta qarab chiqish degan tema yig'ini ochildi. Yig'inda Mehmet To'xti va Uyg'ur tadqiqotchisi Washington universiteti o'qituvchisi Darren Bayler lagerlar va lagerlardagi zulm sistemlari haqida doklad berdi. Ottawa universiteti professori Scott Simon muhim so'z qildi. Dünya ruhlandırış doğrusu qarshi turish agentligi Rossiyani belgilamalarga bo'ysunmaslik sababi bilan tantarbiya sohasida 4 yil bo'yicha olimpik va dunyo chempionliklari musobaqalariga qatnashishni ma'ni qilgan. Dünya ruhlandırış doğrusu qarshi turish agentligi Shveysariyaning Lozan shahriga joylashgan markazidagi boshqarish hay'ati yig'inidan keyin agentlikning bayonotchisi James Fitzgerald axborot e'lon qilib, Rossiyani dunyo xarakterlik tantarbiya musobaqalariga qatnashishni ma'ni qilish qarorining ovoz birligi bilan qabul qilinganligini bildirib, boshqarish hay'atining Rossiyani qoidalarga bo'ysunmay ruhlandirish to'g'risida ishlatganlik sababidan 4 yil bo'yicha olimpik va dunyo chempionliklari musobaqalariga qatnashishini ma'ni qilganligini jakarladi.
Qaror bo'yicha Rossiya davlat marshi va bayrog'i 2020-yili Tokioda o'tkazilgan Dunyo Olimpik yig'ini bilan 2022-yillik Dunyo futbol federatsiyalari birlashmasi loyihasidan o'rin berilmaydiganligi. Rossiya tanharakatchilari bo'lsa tekshirishdan o'talgan ahvolda Olimpik bayrog'i bilan 2020-yillik Tokioda o'tkazilgan musobaqaga qatnasha oladiganligi. Rossiya Dunyo ruhlantirish to'g'risiga qarshi turish agentligi qarorini 21 kun ichida qabul qilsa yoki bu qaror ustidan xalqaro tantarbiya sotiga arz qilsa bo'ladiganligini ta'kidlagan. Rossiyaga jazo qarori chiqqan bo'lsa-mu 2020-yillik Yevropa futbol loyihasida qatnasha oladi. Rossiya 2014-yili Sochida o'tkazilgan qishliq olimpik musobaqalarida davlat tarafidan sistemalik ruhlantirish to'g'risi ishlatilganligi sababidan 2015-yili musobaqalardan cheklanish jazosiga tortilgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.